senga jon dilata bandaman mehri ravshan dil bikim ta bandaman mehri ravshan dil bikim ta bandaman ko'rganing yuzing gulazbanim ko'zim zavq birla gul bikim pur handaman zavq birla gul bikim pur handaman derdim bir yola yo'lingda men ishqing ila ta qiyomat zindaman ishqing ila ta qiyomat zindaman jonni berdim bir yola yo'lingda men ishqing ila ta qiyomat zindaman ishqing ila ta qiyomat zindaman Senga jondir la aşık melme Senga gara qayda sanman qayda Sen şahan şafi zamanı sen üstüne Hafizi bekara bekmen bendemem Hafizi bekara bekmen bendemem Sen şehen şafi zaman sen üstüne Hafizi bekara bekmen bendemem Hafizi bekara bekmen bendemem Rahmat, yashang. Juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Menga ham yoqdi o'zi. Sizni hozir haykaldek xotirib tashladi menimcha qo'shiq. Haykaldek o'zi bu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta. Raqsiga ham mahliyo bo'lib o'tirdim. Ijodkorimiz o'sha ijrosiga ham juda ham chiroyli. Demak, bugun o'sha faoliyatlaringiz davomida bu xonandaligi madaniyat bo'limida marhamat shuni davom ettirsak. Faqat o'zlaringiz ijod qilyapsizlarmi yoki buni kimlargadir o'rgatyapsizlarmi? Qancha vaqtda konsert dasturlari bo'lib o'tadi? Har bitta bo'lim o'sha to'garaklab beradimi yoki umumiy bo'ladimi? Marhamat. Rahmat. Haqiqatan assalomu alaykum hammalaringizga. Eng avvalo bizlarda tuman madaniyat bo'limi markaziy madaniyat bo'limida to'garaklar, turli tuman to'garaklar mavjud. Shularning ichida bizning to'garakimiz mumtoz an'anaviy qo'shiqchilik, mumtoz qo'shiqchilik. Shunaqa bu tumanimizning yoshlarini, maktabdagi o'quvchilarini bo'sh vaqtlarini bekor o'tmaslik, o'tkazmaslik uchun hammasiga mana shu yoshlarimizga mumtoz qo'shiqlarni, an'anaviy qo'shiqlarni, vatan haqida, mana shu yurt haqida,
qo'shiqlarni o'rgatib kelamiz. To'garak a'zolarimiz yaxshi chiqishlar qiladi, yaxshi ko'rik tanlovlarda chiqadi. Va tumanimizni, qolaversa viloyatimizni yaxshi tadbirlarga ishtirok etishadi. Yaxshi, hozir endi navbatda bizni nima kutyapti Sherzod aka? Hozirgi navbatimizda Bizdagi dastur bo'yicha dastur ko'ramiz. bor. to'garak shu bizda to'garak a'zo, to'garak rahbari, to'garak a'zosi dutorchi, dutor musiqasi bilan dutor chalib, Ha, dutor, milliy cholg'uchilik ham bor bizda. O'zi yuqorida qancha dedingiz ularning sonini? 10 ga bor, 10 ga yaqin bor. Bizda to'garagimiz 12 ta to'garagimiz bor. 12 ta to'garagimizda an'anaviy xonandalik, dutorchilik, milliy cholg'u, rejissyorlik to'garaklari, keyin shu bir qancha xonandalik, sozandalik, bir qancha to'garaklarimiz faoliyat yuritadi. Hozir biz bir parchasini o'qiganmiz. Dutorchilik to'garagini a'zosi hamda rahbari xodimimiz o'zini bir yaxshi bir kuy qo'shig'ini namoyon etadi. Demak, hozir dutor jo'rligida ajoyib bir musiqiy, bir Kompozitsiya. ko'ramiz kompozitsiyani. Demak, taklif qilamiz unda dutorchi qizimizni. Marhamat, studiyamizga kirib kelishingiz Sumbulaxon mumkin. Narzullayeva Termiz tumani 3-sonli madaniyat markazi sozandasi. Demak, o'zaro o'rin Sherzod aka endi bizga yaqinroq o'tirasiz. Aha, Sherzod aka, keling. Izin beramiz. Xush kelibsiz. Hozir bizga Sumbulaxon Papuri dutorda Papuri asarini, endi buni kuyini chalib beradilar. Tayyormisiz? Boshladik. Marhamat, mikrofonni Sumbulaxonga beramiz. Sumbulaxon, xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Judayam chiroyli ijro uchun rahmat deymiz sizga. Bugun to'garak rahbari bo'lib faoliyat yurityapsiz, to'g'rimi? Qancha o'quvchilaringiz bor? 8 nafar o'quvchim bor. Bolalarni shu bo'sh vaqtida o'zlarini mazmunli o'tkazish uchun to'garakga olib boraman. O'zingiz necha yildan beri aynan dutor bilan shug'ullanasiz? 7 yildan beri. 7 yildan beri. Shunday. Qo'ya. Judayam zo'r. To'garakda bolalarga ular musiqa maktabiga borgan o'quvchilarmi yoki to'g'ridan-to'g'ri? Yo'q. O'zim musiqa maktabsiz. O'zingiz noldan o'rgatib kelyapsiz ularga. Madaniyat markazida.
Yo'q, bo'ladi. Qiyin bo'lmaganmi o'rganish? Ha, maktablarda borib o'tiladi. To'garak o'tadi hammasi. Yaxshi. Rahmat sizga ijro uchun. Ishlaringizga omad tilaymiz. Bizni o'sha xursand qilgan narsa nafaqat ijrochilik, o'sha askiyachilik, sahna ko'rinishlari, balki o'sha milliy cholg'ularimizni ham aynan madaniyat uylarida tashkil etilayotgani. Hozir mana maktab, har bitta maktablarda bor, o'quvchilarga o'rgatilyapti mana shu musiqa cholg'u asboblari. Bundan tashqari bizda musiqa maktablari bor. Madaniyat uylarida ham borligidan juda ham xursandmiz. Endi navbatda bizni nima kutyapti? Endigi navbatda bir yaxshi qo'shiq. Qo'shiqqa navbat An'anaviy beramiz. xonandachilik bo'yicha Dilshodaxon. Aha, undan oldin esa keling, teletomoshabinlarimiz e'tiboriga bir qiziqarli Albatta. sahifani taqdim etsak. Undan so'ng qiziqarli jarayonlarni davom ettiramiz. Marhamat azizlar.